Assalomu alaykum. Bugun 9-mart va biz Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportdamiz. Bugunga qadar juda ko'plab o'quvchilarimizni aynan shu joydan ketma-ket ravishda kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Bugun esa 33 nafar talabalarimizni kuzatgani keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vizomsiz tabriklayman. Taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar o'ta kuchli, hayajon bo'lyapti ketish oldidan juda ham. Endi nima ham deymiz, xudo xolasa bu yerda yaxshi o'qib, shunaqa. Necha daraja bilan viza olyapsiz? Topik nechadan? Topik 1. Telex viza bilan. Bizning agentlik haqida fikrlaringiz? Juda ham yaxshi. Viza chiqish ehtimoli baland. Kim kerak ketishni xohlasa 1201 agensiyaga murojaat qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi tartib bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Vashshe zo'r, kutmadim o'zim to'g'risi. Topik necha daraja bilan harakat qilyapsiz? 2 gap. 2 ga. Bizning agentlik haqida taassurotlaringiz qanday? Vashshe zo'r, ishlashi, o'zi ish jarayoni, odamlari, ishchilari vashshe zo'r. Rahmat katta hammasiga. VIP tarifda qulayliklari nimada deb hisoblaysiz? Qulayliklari hech qanaqa oldindan to'lov yo'q. Viza chiqqandan keyin to'lov qildik. Shunisi yaxshi ekan, viza chiqmay qolganda ham to'lov qilmaslik ehtimolimiz borligi uchun zo'r tarif ekan. Keyingi ketmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga maslahatingiz? Gazni bosinglar, yaxshi o'qinglar, 201 da topshiringlar. Bizning agentlik haqida fikrlaringiz qanaqa bo'ldi? To'xtab turing, sen o'rgatdingmi? Chiqib qolyapman. Fikrlarni chiqdik qilib qo'yamiz. Ayting nima dey? Xolis xola o'zi borsin de, o'qinglar de. Yo'q, men gapirolmayapman. Gap topolmayapman. Yomon bo'lsa yomon, yaxshi bo'lsa yaxshi. Yaxshi dedim, o so'raverasizlarmi? Bo'ldi. bo'ldi. Yo chiqdik qilib qo'yaman, men kesmayman. Bo'ldi. Bo'ldi, xo'p. 1201 agency? Maqsad sari birgalikda. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Rahmat. Telex vizani qo'lga kiritibsiz. Tabriklayman. Viza olganingizdagi taassurotlar qanaqa? Viza olganimda juda ham taassurotlari boshqacha, uni so'z bilan ifoda qilib bera olmayman. 1201 agensiyadan xudo xolasa mana vizalar qo'lga kiritdik. Qolganlarga ham shu konsaltingdan ishlab, vizalarni qo'lga kiritishni tilab qolaman. Bizning agentlik haqida fikrlaringiz qanday? Birinchi o'rinda hamma yo'qda muomala. Qanaqadir muammolarga duch kelsak, boshqa qilsak, hamma xodimlari bir xilda zo'r muomala qilib, yo'l yo'riq ko'rsatdi. Juda ham minnatdormiz. Rahmat. Ketmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga maslahatingiz qanday? Albatta harakat qilsa, hamma narsaga erishsa bo'ladi. Tengdoshlarim ham albatta harakat qilsa, ko'ngilda bo'lsa, albatta yetib boradi. Yoshim kattaligiga qaramasdan viza chiqdi, 2002-yilda. Qolgan tengdoshlarim ham albatta harakat qilsa, xudo xolasa Koreyada ko'rish nasib qiladi. Topik necha daraja bilan viza olyapsiz? Topik 1 bilan Necha ball? 95 ball bilan 95 ball. vizani qo'lga kiritdik. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz viza olibdi, tabriklayman. Rahmat, sog'liginglar yaxshi. Viza olgandagi taassurotlar qanaqa bo'ldi sizda? Xudo xolasa bu meni eng kichkina 5-qizim bo'ladi. Meni qizlarim o'zi hammasi o'qimishli, o'qigan, shu O'zbekistonimizda o'qigan. Bu eng oxirgi qizim mana omad kelib shu Koreyaga universitetlarga kirib oldi. Xudoyimga ming tashakkur, sizlarga ham rahmat katta. Rahmat katta. Safarlari bexatar bo'lsin qizimni, omadlari kelsin iloyim. Boshqacha. Taassurotlar Umuman boshqacha. Chunki nimaga desangiz, meni o'g'lim 6 yildan beri Koreyada. Shu Odiljonlarni, sizlar firmalardan ketgan. Yana bitta jiyanim ketgan 19-dekabrda. Endi bu jiyanim xudo xolasa hali ko'p, bizning sulolamiz rosa ko'p. O'zingizlarning firmalar orqali ketadi. Xudo xolasa sizlarga ham rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Firmalarga Xudoyim omad bersin. Yana ham bundan ham katta yutuqlarga erishinglar. Shuncha vaqtda bizni taniysiz ekan, bilasiz ekan. Bizning firma haqida fikrlaringiz qanaqa bo'ldi? Fikrlarim juda yaxshi. Fikrlarim yaxshi. Xudo xolasa ishonchli. Nima deydi? Sizlarning firmalarga ko'pchilikni tavsiya qilaman. Aldamaydi. Chunki boshqa firmalar bor, soxta. Men uni ko'rdim-da, o'zim shaxsan ko'rdim. Shu qizni
aldayotgan joyida o'zim guvohi bo'lganman. Chunki sizlarga ishonchli aldamaydi. Mana xudo xolisa ketyapti jiyanim. Rahmat sizlarga, omadinglar bersin. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanaqa? Juda ham xursand bo'ldim vizam chiqqanidan. Universitetlarda o'qishni orzu qilganman, Koreya universitetlarida. Biza agentlik haqida fikrlaringiz qanaqa? Zo'r taassurotlar. Taassurotlar zo'rmi? Zo'r. Opa, keyingi ketmoqchi bo'lgan talabalarga nima maslahat berasiz? Keyingi ketmoqchi bo'lgan talabalarga maslahatim shuki, firma tanlashda adashmasin. Maslahat bilan so'rab, surishtirib, sizlarga o'xshagan firmalar bilan birgalikda, hamkorlikda o'qishlarga ketishini tavsiya qilaman. Rahmat katta akam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi tarif bo'yicha viza oldingiz? VIP tarif bo'yicha viza oldim. Viza olganingizdagi taassurotlar qanday? Viza birinchi viza olganimda, hali vizani ko'rganimda rosa xursand bo'lib ketdim. Qandaydir o'ylamovdim, viza chiqishini nasib qilgan ekan, chiqdi viza. Biz agentlik haqida fikrlaringiz qanday? Fikrlar ijobiy. Maslahat beramiz hammaga, o'quvchilarga. Kelinglar o'qib, to'piy bo'lsa to'piy, bo'lmasam kelib. VIP tarifini qulayliklari qanaqa deb hisoblaysiz? VIP tarifini qulayliklari oldindan hech qanaqa to'lov yo'q. Hamma hujjatlarni olib kelib berishsa, oxirida to'lov qiladi viza chiqqandan keyin. Bo'lmasa viza chiqmasa to'lov qilinmaydi. Tengdoshlaringizga maslahat. Tengdoshlarimizga maslahatimiz o'qinglar, o'rganinglar, sizlar ham Koreyaga boringlar 1201 orqali. Biz agentlik shu yerda bilasizmi? 1201 maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarifda. tarif bo'yicha. VIP tarif bo'yicha. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday? Viza boshida kutmayotgandim to'g'risi. Chiqmaydi deb, chunki surildi, ozgina o'qishmaydi, lekin chiqdi. Do'ppini osmonga otdik, xursand, hamma yotibdi. Sizda qanday? Men ham chiqmasa kerak deb o'yladim, lekin bittada chiqdi, bittada urinishda. Shunday yo'qlar bo'lmadi. Biz agentlik haqida fikrlaringiz qanday? Odam o'g'ri bo'lib qolmaydi murojaat qilsa, VIP tarifga ulansa, shunchaki pulni to'laydi, bo'ldi, qolgan hammasi o'zi ishlari bitaveradi o'zi. Chotki, bosish kerak. Tavakkal qilmasa natijaga erishmaydi odam. VIP tarifini afzalliklari nima deb hisoblaysiz? Afzalligi shu yugurib bo'lmaydi. Anchagina o'z vaqtingiz boshqa narsa sarflasangiz bo'ladi. Viza chiqishiga garantiya beriladi. Ya'ni o'z shartnomada aytilgan, agar chiqmay qolsa to'lov ham qilinmaydi. Shunisi zo'r hammasi. Rahmat. VIP tarifi biz qulayliklari nima deb hisoblaysiz? Qulayligi shu viza chiqsa to'lov qilasiz, viza chiqmasa siz hech qanday to'lov qilmaysiz. Deyarli hech qanaqa sizdan to'lov bo'lmaydi-da. Bizning agentlik tomonidan kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, bo'lmadi umuman. Ish ko'rmadim. Yo'q. Nima deb hisoblaysiz? Agentlik tomonidan bo'lmadi. Shu yaxshi hammasi. Bizni shu yerda bilasizlarmi? Bilamiz. 1201 agency? Maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshi rahmat. Olis viza olibdi, tabriklayman. Rahmat. Taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlarimiz Allohim yetkizdi. Uni qanchalar kutdi o'g'lim, hammaga ham nasib qilsin. Ilohim omadini bersin, kasbkoriga baraka bersin, hammani farzandlari shunaqa bo'lsin. Buni kutganlar qancha. Ilohim omadini bersin. Hamma qatori o'qib, ishlab, yaxshi, oliy ma'lumotli bo'lib kelsin. Opa, bizni agentlik haqida fikrlaringiz qanday? Fikrlarim yaxshi. Viza tez kunda chiqdi. Hamma yo'q, natijasi yaxshi bo'ldi hamma narsani. Bizni agentlik tomonidan kamchiliklar bo'lmadimi? Kamchiliklar bo'lmadi, rahmat hammalarga. Hamma yo'q, joy-joyida yaxshi bo'ldi. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Vizalar qutlug' bo'lsin. Necha daraja bilan olyapsiz? Topik topshirmadim. Topiksiz, a? Topiksiz. Ikkilanishlar bo'lmadimi topshirayotganda? Yo'q. Sal bo'ldi, lekin alhamdulillah mana chiqdi vizalar. Yaxshi. Viza olganingizdagi taassurot qanaqa bo'ldi darajasiz viza olgan? Juda xursand bo'ldim, eshitib. Kutmagandim, o'zim ham xursand bo'ldim masalan. Bizni agentlik haqida fikrlaringiz qanday? Agensiyalar yaxshi, xudo xolasa natijalarga erishyapsizlar, yana bundan ham ko'p natijalarga erishinglar. Hammasi yaxshi, xudo xolasa, zo'r. Ketmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga maslahatingiz? Ular ham kelib topshirsin, harakat qilishsin, chiqib qoladi, xudo xolasa ularga. Biz agentlikning shu yog'ini bilasizmi? 1201 maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bilan. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanaqa? Yoshi dahshat. Tasavvur qilib bo'lmaydi.
Biz agentство haqida fikrlaringiz qanday? Agentство yaxshi, odamlari ham, servis xizmati ham va qolaversa kutib olish nimalari ham bor ekan, xizmatlari. Rosa zo'r agentство. Tavsiya qilib qolaman sizlarga ham. Rahmat. Biz VIP tarifimizni afzalliklari nimada deb hisoblaysiz? Afzalliklari shu, viza olgandan keyin, vizani olgandan keyin pul to'lash. Shu afzalliklari. Keyin u yoqqa borib, xodimlaringlar o'zlari kutib olar ekan. VPLS taraflari shu. Biz agentство tomonidan kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, kamchiliklar bo'lmadi. Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Kayfiyat qalay? Kayfiyat zo'r. Kayfiyat zo'r. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingiz vizovda tabriklayman. Rahmat bolam. Boringlarga Taassurotlaringiz shukur. qanday? Voy, taassurotlarimiz juda ham chiroyli. Rahmat sizlarga. Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarning tan joninglar sog' bo'lsin. Meni bolam shu bolalarning qatoriga qo'shilib ketayotganidan nihoyatda xursandman. Alloh hamisha yo'lini ochiq qilsin, mushkulini oson qilsin. Sizlarning ham tan joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. Bizni agentство tomonidan kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, kamchiliklar bo'lgan yo'q bolam. Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Ismingiz-mi? Ahordan. Ahordimmi? Abdurahmon ukasimisiz? Ha. Koreyaga ketmoqchimisiz? Ha. To'rtli darajaga o'qiydi? Yaxshi o'qiydi. Ketadi bu bola ham bir kuni. Xudo xolasa. Akasini orqasidan rahmat bolam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi yo'nalish bo'yicha vizani qo'lga kirdingiz? Telex vizamiz bo'yicha. To'ping nechi daraja? Topiyimiz yo'q. To'pi yo'q. Topiyimiz yo'q. Taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlar o'ta go'zal. Hammalaringga 12 agentsiyasiga o'ta katta rahmat. Orzularga yetishimizga yordam berayotganingiz uchun barchalaringga rahmat aytib qolamiz. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanaqa? Agentство o'ta zo'r. Kelinglar, hujjat shu yerda to'g'rilaylar, hammalaringga rahmat. Bizni agentstvoni yaqinlaringizga tavsiya qilgan bo'lamisiz? Albatta, tavsiya qilamiz, zo'r. Bizni shu yoqda bilasizmi? 1201 agency? Doimo birgalikda, maqsad sari birgalikda. 1201 agency? Maqsad sari birgalikda. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. VIP tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritibsiz. Tabriklayman. Rahmat. Taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim yaxshi. Butun oilani xursand bo'lganini ko'rib o'zim ham xursand bo'ldim. Keyin sizlarning agentsiyalaringga ham rahmat. Umuman deyarli harakat qilmadik VIP tarifda bo'lganim uchun. Xudo xohlasa bundan keyin hammasi yaxshi bo'ladi deb umid qilaman. Ketmoqchi bo'lgan talabalarga qanday maslahat berasiz? Ketmoqchi bo'lgan talabalarga 1201 agencyni tavsiya qilgan bo'lardim. Xohlasangiz oddiy tarifda, xohlasangiz VIP tarifda o'zingizga qulayni tanlayverasiz va 1201 agency bilan o'zingiz vizangizni qo'lga qabul qilsangiz bo'ladi. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Fikrlarim a'lo darajada. Nafaqat men, balki rosa ham ko'p o'quvchilar vizalarni qo'lga olib ketyapti. Keyin hamma o'sha vizalar orqali o'zini kelajakdagi karyeralarni qiladi, o'zlari xursand bo'lib, oilalari bilan birga baxtli hayot kechirishadi. Rahmat katta. Bo'ldi. Qirqib qo'yamiz bu joyni. Yo'q, haliga bijir-bijir qo'yib qo'yasizlarmi, nima bo'lib ketdi-yu? Bo'ladi. Bizni shu yoqda bilasizmi? Ha, albatta. 1201 agency? Maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. O'g'lingiz viza olibdi. Tabriklayman. Rahmat. Taassurotlaringiz qanday? Taassurotlarim umuman boshqacha. Agentlikka rahmat. Bolalarimiz orzu havaslari ro'yob qilishyapti. Liza opaga ham rahmat. Agentlikdagi barcha xodimlarga shuncha qilgan mehnatlarga rozi bo'lishsin. Ishonish kerak ekan. Viza chiqishiga mana viza chiqdi, orzulariga yetishdi. Alloh hammani omadini bersin. Qayerda bo'lishmasa tinch bo'lishsin. Sizlarga ham rahmat. Shuncha qilgan mehnatinglarga rozi bo'linglar. Rahmat katta. Bizni agentство tomonidan kamchiliklar bo'lmadi? Yo'q, kamchilik bo'lmadi. Hamma tomonlama yordam berildi, kamchilik bo'lmadi. Shu ketmoqchi bo'lgan yangi talabalarga qanday maslahat berasiz? Maslahatim mana shu 1201 agentligidan ketinglar. Hamma hujjatlaring oson bitadi. Mana bizda ham qiyinchilik bo'lmadi. Hamma yo'q, ash agentlik tomonidan qilindi. Rahmat katta. Rahmat sizlarga ham, hammanglarga omadlaring bersin. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. O'g'lingiz viza olibdi. Tabriklayman. Rahmat. Allohga shukr. Taassurotlar tasvirlab nima qilib bo'lmaydi. Juda xursandmiz. Biz agentство haqida fikrlaringiz qanday? Sizlarga kattakon rahmat. Yana ham yigitlar, qizlar maqsad sari olg'a boraversin, ilohim. Orzulariga yetsin albatta. Rahmat.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshisiz? Rahmat. Necha daraja bilan viza olyapsiz? Telex darajasiz. Darajasi. Aha. Topshirishda ikkilamchiliklar bo'lmadimi? Bo'ldi, rosa o'ylandi. Endi tavakkal Xudo xudo, lekin sizlarga rahmat. Yetlab chiqarib berdilar. Viza olganingizdan keyingi taassurotlar qanday bo'ldi? O'ta zo'r aka, gap bo'lishi mumkin emas. Bizni agentство haqida fikrlaringiz? Juda zo'r aka, zo'r ishlardan rahmat sizlarga. Zo'r chiqmagandim. Ketmoqchi bo'lgan tengdoshlaringizga maslahatingiz? O'qish kerak, sizlarga tavsiya beramiz. 12-1 maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Aka. Zamonimiz tinch bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin. Shunday chiroyli sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga rahmat aytamiz. Mana shu bolalarimni chiroyli ashyalarga, safarlarga yo'llagan ustozlarga o'zimda o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularni ham umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, hamisha farzandlarni baxt kamolini ko'rsin. Biz ham mana shu bolalarimizni elimizga, yurtimizga chiroyli xizmat qiladigan, el koriga yaraydigan farzandlar bo'lib, Xudoyo xudovanda qishloqlarimizga nuri ziyolar bilan kirib kelsin. Alloh hamisha Xudo panohida saqlasin. Sizlarga ham rahmat bolalar. Rahmat katta. Aytganingizga assalomu alaykum, opa yaxshimisiz? O'g'lingiz viza oldi, tabriklayman. Rahmat. Taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarimiz judayam xursandmiz. Xudoga shukr. Alloh yetkazdirdi, vizalari chiqdi. Yuksak sali darajasida xursand bo'ldik hammamiz. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Zo'r. Biz tomonidan kamchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, kamchilik bo'lgan yo'q. Nihoyatda minnatdormiz hammamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha daraja bilan viza olyapsiz? Darajasi aka, o'qiydi umuman, darajasi olyapsiz. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanaqa endi? Shu Koreyada yaxshi ta'lim olib, yuksaklarga ko'tarilish aka. Tengdoshlaringizga xolisona maslahat. Shu 201 agentство eng zo'ri. Shuni harakat qilish kerak. Viza olmoqchi bo'lganlarga qanday maslahat bergan bo'ladingiz? Shu 201 orqali hamma harakat qilsin, hujjatlarni topshirsin, tezda chiqdi vizamiz aka. Rahmat. Viza olganingizdan keyingi taassurot qanday bo'ldi? Hech qanday darajasiz topshirish, haligindaqa ikkilamchilik bo'lmadimi? Yo'q, ikkilamchilik bo'lmadi. Ishonib topshirdik, daraja chiqdi. Rahmat katta. Omonjonov Oyatullo. Tabriklayman. Abdujalilov Abdullo. Qaytaring orqaga. Abdullo, tabriklayman. Hasanov Bahodirjon. Ne'mat va Gulnur. Tabriklayman aka, omad siz bersin. Gulnur, tabriklayman. Hozirda Muslimbek. Abdurahmon. Tabriklayman. Omad siz bersin. Abdurahmon, tabriklayman. Chaypa javob beringlar, viza olyapti. Murodir. Onarboyev Ozodbek. Abdusalom Azbek. Tabriklayman aka. O'ktamov Jasurbek. Jasur. Tabriklayman. Ahmadjonov Biloldin. Ulug'bek Zuhriddinov. Omad siz bersin. Tabriklayman. Tojiboyev Abduqodir. Abdullo. Tabriklayman. Vahobov Abdullo, tabriklayman. Rahmonov Yusufbek. Qobilov Fayzullo. Tanishlar ko'p ekan assalom. Tabriklayman. Jo'rayev Fazliddin. Muxtorjonov Husniddin. Alloh tabriklayman sizni. Hop. Husniddin, tabriklayman. Aka salom aytasiz borgandan. Hakimov Muhammad Qodir. Odilov Xushnidabonu. Xushnidabonu. Xushnidabonu, tabriklayman. Qodirjonov Tursunboy. Tursunboy, tabriklayman. Muhammadjonov Ozodbek. Mamatqulov Husniddin. Husniddin Mamatqulov. Qancha shafsi? Tabriklayman. Saidov Akbar. Saidov Akbar. Vahobov Abduvohid. Surxondaryo. Abduvohid Vahobov. Tabriklayman. Zaynobiddinov Xurshidbek. Jumali Jamoliddin. Tabriklayman aka, omad siz bersin. Iqboljon. Keling. Jumali Abdurahmon. Iqboljonni Abdurahmon. tabriklayman aka. Bor bo'lsin. Tabriklayman, omad siz bersin. Foziljonov Fayoziddin. Fayoziddin, tabriklayman. Odilov Fazliddin. Odilov Fazliddin. Tabriklayman aka, omad siz bersin. Mana qaytaring. Savinos. Kanon universiteti. Yaxshi chapay chop qo'yinglar mana.
Umidaxon. Qarshi cholmaysizlarmi? Bu hali hammasi emas. 16-mart kuni yana bir qancha talabalarni kuzatish arafasidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. 12 Agency. Maqsad sari birgalikda.